Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gaz hisoblagich tekshiruvi, qarzdorlik, plombalar, dalolatnoma va jarima masalasi. Chunki oxirgi paytlarda ko'pchilikdan bir xil savol kelyapti. Gazoviklar keldi. Hisoblagichni tekshiramiz dedi. Keyin 7500 million so'm jarima yozildi. Endi nima qilaman? Kvartiramni yo'qotib qo'ymaymanmi? Bu mavzu faqat qarzdor odamga tegishli emas. Bu har bir xonadon egasiga, ijarada yashayotganlarga, uyini sotib olganlarga, hatto gazdan kam foydalanadigan oilalarga ham tegishli. Men sizga bugun qo'rqitish uchun emas, vaziyatni to'g'ri tushunish va o'zingizni himoya qilish uchun gapiryapman. Agar siz gaz hisoblagich, plomba, dalolatnoma va jarima tartibini bilmasangiz, oddiy xato juda katta muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumot bir kun sizni katta jarimadan, ortiqcha asabdan va sudgacha boradigan muammolardan saqlab qolishi mumkin. Avvalgi yillarda ko'pchilik gaz hisoblagichga unchalik jiddiy qaramasdi. Gaz xodimi kelsa, kirib ko'ring deb qo'yishardi. Hisoblagich eski bo'lsa ham turaverardi. Plomba joyida turganmi, raqam to'g'rimi, texnik pasport bormi, oxirgi tekshiruv qachon bo'lgan, bularni ko'pchilik bilmasdi. Eng ko'p uchraydigan holat shunday edi. Odam o'yma-o'y gaz pulini to'lab yuradi, lekin hisoblagich hujjatlarida muammo borligini bilmaydi. Keyin tekshiruv paytida gaz tashkiloti xodimlari kelib, plomba shubhali. Hisoblagich ko'rsatkichida farq bor. Hisoblagich o'z vaqtida metrologik tekshiruvdan o'tmagan, aralashuv alomati bor deb dalolatnoma tuzadi. Hozir esa vaziyat ancha qat'iylashgan. Raqamli baza abonent hisob varaqlari, hisoblagich ko'rsatkichlari, qarzdorlik, plombalar va tekshiruv muddatlari ko'proq nazorat qilinyapti. Ayrim hududlarda xodimlar reyd tarzida yuradi, ayrim joylarda qarzdorlar bo'yicha alohida ro'yxat tuziladi. Ba'zan esa xonadon oldi sotisidan keyin eski muammolar yangi egaga chiqib qoladi. Eng xavfli joyi shundaki, odam o'zini aybsiz deb o'ylaydi, lekin hujjatda boshqa narsa yozilgan bo'ladi. Og'zaki gap bir narsa, dalolatnoma esa boshqa narsa. Ertaga nizoda aynan dalolatnoma, surat, video, baza ma'lumoti, to'lov kvitansiyasi va ariza javoblari ahamiyatga ega bo'ladi. 7.500.000 so'mlik jarima deganda ham hamma holat bir xil emas. Ba'zida bu haqiqiy ma'muriy jarima bo'lishi mumkin. Ba'zida hisob kitob qilingan zarar summasi bo'lishi mumkin. Ba'zida qayta hisoblangan iste'mol summasi bo'lishi mumkin. Oddiy odam uchun farqi yo'qdek, baribir pul talab qilinyapti. Lekin huquqiy tomondan farqi juda katta. Agar bu jarima bo'lsa, kim tomonidan, qaysi qaror asosida, qaysi modda bilan chiqarilganini so'raysiz. Agar bu zarar yoki qayta hisoblash bo'lsa, qanday formula bilan, qaysi davr uchun, qaysi quvvat bo'yicha hisoblanganini talab qilasiz. Mana shu farqni bilmaslik ko'pchilikni yutqazdiradi. Birinchi navbatda gaz hisoblagichi eski bo'lgan xonadon egalari ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, hisoblagich shakl 10 yil oldin o'rnatilgan, lekin oxirgi metrologik tekshiruv qachon bo'lganini hech kim bilmaydi. Uy egasi gaz keladi, pulini to'layapman. Demak, hammasi joyida deb yuradi. Tekshiruv kelganda esa xodim hisoblagich muddati o'tganini aytadi. Shundan keyin muddat o'tgan davrda iste'mol noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin degan gaplar boshlanadi. Bu holatda darhol hujjat so'rash kerak. Hisoblagich qachon o'rnatilgan, qachon davlat qiyoslovidan o'tgan, keyingi qiyoslov muddati qachon tugagan? Bu haqda abonentga avval yozma ogohlantirish berilganmi? Ikkinchi xavfli guruh. Uyni yaqinda sotib olganlar. Juda ko'p real hayotiy vaziyat bor. Masalan, odam kvartira sotib oldi, notariusdan o'tdi, kadastr hujjati rasmiylashdi, ko'chib kirdi. Oradan 2 oy o'tib gaz xodimi keladi va bu manzilda eski qarzdorlik bor deydi. Yoki undan ham yomoni, oldingi egasi davrida hisoblagichga aralashuv bo'lgan, dalolatnoma bor, summa to'lanmagan deydi. Yangi egasi hayron. Men bu uyda yashamaganman-ku. Mana shu joyda eng muhim narsa shuki, uy sotib olayotganda faqat kadastr va kommunal to'lov, umumiy qarzdorligini ko'rish yetmaydi. Gaz bo'yicha alohida ma'lumotnoma olish, hisoblagich raqamini dalolatnoma bilan qabul qilish, ko'rsatkichni suratga olish, oldingi egadan qarzdorlik yo'qligi haqidagi hujjatni talab qilish kerak edi. Agar buni qilmagan bo'lsangiz ham baribir qo'lingizni tushirmaysiz. Siz oldi sotdi sanasini, notarial shartnomani, ko'chib kirgan vaqtingizni, hisoblagich ko'rsatkichni isbotlab, mas'uliyat davrini ajratishni talab qilasiz. 3-guruh ijarachilar va uyini ijaraga berganlar. Men ko'p ko'rgan holat,
Uy egasi boshqa shaharda kvartirada ijarachi yashaydi. Gaz xodim keladi, ijarachi imzo qo'yadi, nima yozilgani o'qimaydi. Keyin uy egasiga katta summa chiqadi. Ijarachi esa men tushunmadim, xodim aytdi. Imzo qo'ydim deydi. Shu sababli men uy egalariga doim aytaman. Ijarachi bilan shartnomada kommunal to'lovlar, hisoblagich holati, plombalar tekshiruv kelganda kimni chaqirish tartibi aniq yozilishi kerak. Ijarachiga ham tushuntirib qo'yish kerak. Hech qanday dalolatnomaga o'qimasdan imzo qo'ymang. Uy egasiga telefon qiling, suratga oling, nusxa oling. 4-guruh gazdan ko'p foydalanadigan xonadonlar. Masalan, qishda isitish tizimi gazga ulangan, issiq suv ham gaz kolonka orqali, ovqat ham gazda. Bunday xonadonda oylik iste'mol katta bo'lishi tabiiy. Lekin ba'zida ko'rsatkichlar keskin pasayib ketsa, gaz tashkilotida shubha tug'iladi. Misol uchun, dekabr oyida 1,2 kub gaz sarflangan, yanvarda 1,7 kub, fevralda 1,6 kub. Agar oila tarkibi, isitish rejimi, uyda yashash holati o'zgarmagan bo'lsa, bu raqam savol tug'diradi. Balki hisoblagich buzilgandir. Balki ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgandir. Balki haqiqatan ham uy bo'sh turgandir. Shuning uchun har oy hisoblagichni suratga olib qo'yish juda foydali. Surat sanasi telefonda saqlanadi va nizoda yordam beradi. 5-guruh. Plombasi shikastlangan yoki plombasi tushib qolgan xonadonlar. Mana bu eng nozik masala. Ko'pchilik plomba o'zi eski edi, bolam tegib yubordi, ta'mirchi shkafni surayotganda uzilib ketdi deydi. Lekin gaz tashkiloti buni har doim ham oddiy tasodif deb qabul qilmaydi. Plomba bu nazorat belgisi. Agar u buzilgan bo'lsa, hisoblagichga aralashish ehtimoli bor deb qaraladi. Shuning uchun plomba tushganini ko'rsangiz kutmang. Mayli, keyingi oy aytaman demang. O'sha kuni gaz ta'minoti tashkilotiga yozma murojaat qiling. Telefon orqali ham xabar bering. Ariza raqamini oling, suratga oling. Sizning vazifangiz shuni ko'rsatish, men yashirmadim. O'zim xabar berdim, tekshiruvni talab qildim. Birinchi misol. Toshkent viloyatida bir oila kvartira sotib olgan. Oldi sotdi vaqtida gaz ko'rsatkichi 22.800 garti kub bo'lgan, lekin shartnomada bu raqam yozilmagan. Yangi egalar 2 oy yashagandan keyin tekshiruv kelgan. Xodimlar hisoblagich plombasida shubhali holat borligini aytib dalolatnoma tuzgan. Uy egasi imzo qo'ygan, lekin yoniga e'tirozim bor. Plomba holatini bilmayman. Uyni yaqinda sotib olganman deb yozmagan. Keyin unga bir necha million so'mlik hisob kitob chiqarilgan. Bu yerda eng katta xato nima? Hujjatga jim imzo qo'yilgan. Agar u dalolatnomaga uy 2024 yil 10 martda sotib olingan. Men oldingi holat uchun javobgar emasman. Ekspertiza talab qilaman deb yozganida pozitsiyasi kuchliroq bo'lardi. Ikkinchi misol, bir xonadonda hisoblagich oshxona ta'miri paytida yechilgan. Usta men bilaman, qayta ulab qo'yaman degan. Uy egasi esa gaz tashkilotini chaqirmagan. Oradan bir oy o'tib tekshiruv kelgan va ruxsatsiz yechish holati aniqlangan. Uy egasi men gaz o'g'irlamadim, faqat ta'mir qildim desa ham tartib buzilgan. Gaz qurilmasi va hisoblagichga mustaqil tegish juda xavfli. Bu faqat jarima emas, xavfsizlik masalasi ham. Gaz sizib chiqishi, portlash, zaharlanish xavfi bor. Shuning uchun gaz uskunasini ko'chirish, hisoblagichni yechish, g'urni almashtirish faqat vakolatli mutaxassis orqali hujjat bilan qilinishi kerak. 3-misol, bir ayol har oy gaz pulini mobil ilova orqali to'lab yurgan. Qarzdor emas, lekin tekshiruv paytida ma'lum bo'lgan. Uning to'lovlari boshqa abonent raqamiga ketgan. Ya'ni manzil bir xilga o'xshash, familiya o'xshash, lekin abonent kodi boshqa. Natijada uning haqiqiy hisobida qarzdorlik yig'ilgan. Bu holatda ayolning qo'lida to'lov cheklari bo'lgani uchun masala hal bo'lgan. Agar cheklarni saqlamaganda ancha qiynalardi. Shuning uchun men doim aytaman, mobil ilovadan to'laganingizda ham chekni yuklab oling. Kamida screenshot saqlang. Abonent raqami va manzil to'g'riligini tekshiring. 4-misol. Xonadon egasi qishda 3 oy chet elda bo'lgan. Uy bo'sh turgan, gaz deyarli ishlatilmagan. Tekshiruvda xodimlar nima uchun sarflar juda kam deb savol bergan. Egasi pasportdagi chiqish-kirish muhri, aviachipta, qo'shnilar guvohligi. Uyda hech kim yashamaganini tasdiqlovchi holatlar bilan tushuntirgan. Bu yerda muammo katta bo'lmagan, chunki odamda izoh bor edi. Demak, har bir past yoki yuqori iste'mol avtomatik ayb degani emas. Lekin siz o'z holatingizni hujjat bilan tushuntira olishingiz kerak. Eng birinchi nozik joy, gaz xodimi keldi degani. Siz hamma narsaga darhol rozi bo'lishingiz kerak degani emas. Siz xodimdan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rashingiz mumkin. Qaysi tashkilotdan kelganini
tekshiruv sababi nima ekanini so'rashingiz mumkin. Agar hisoblash ko'rilsa, siz jarayonni telefonga, suratga yoki videoga olishingiz mumkin. Albatta nizolashish uchun emas, keyinchalik aniq dalil bo'lish uchun. Lekin xodimning ishiga jismonan to'sqinlik qilish, baqirish, haqorat qilish mutlaqo kerak emas. Madaniyatli, ammo qat'iy bo'ling. Ikkinchi nozik joy, dalolatnoma. Dalolatnoma bu oddiy qog'oz emas. Keyingi hisob-kitob, jarima, sud, shikoyat, ekspertiza aynan shu hujjat atrofida aylanadi. Agar dalolatnomada abonent rozi degan mazmun paydo bo'lsa, keyin e'tiroz bildirish qiyinlashadi. Shuning uchun o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar rozi bo'lmasangiz, imzo qo'ymaslikdan ko'ra, ayrim hollarda mazmuniga e'tirozim bor deb yozib imzo qo'yish foydaliroq bo'lishi mumkin. Chunki bu siz tekshiruv bo'lganini inkor qilmayotganingizni, lekin xulosaga rozi emasligingizni bildiradi. Masalan, dalolatnoma mazmuniga e'tirozim bor, hisoblagichga aralashmaganman, mustaqil ekspertiza talab qilaman, nusxasini oldim deb yozish mumkin. Uchinchi nozik joy, hisoblagichni laboratoriyaga olib ketish. Agar hisoblagich yechilsa, uning o'rniga qanday tartibda vaqtinchalik ulanish bo'ladi? Yechilgan paytda ko'rsatkich nechi? Plomba holati qanday? Hisoblagich raqami qaysi? Bularning hammasi yozilishi kerak. Hisoblagich paketlanadimi? Muhrlanadimi? Sizga nusxa beriladimi? Shularni kuzating. Chunki keyin hisoblagich laboratoriyada shunday chiqdi deyilganda, siz u aynan mening hisoblagichimmi? Yechilganda qanday holatda edi degan savolga javob topishingiz kerak bo'ladi. 4-chi nozik joy, og'zaki kelishib olamiz degan gap. Kommunal sohada eng xavfli gaplardan biri shu. Kimdir hozircha to'lab turing, keyin ko'rib beramiz deydi. Kimdir arza yozmang, o'zimiz hal qilamiz deydi. Men bunday yondashuvni tavsiya qilmayman. Har qanday e'tiroz yozma bo'lsin. Ariza kiriting, kirim raqamini oling. Elektron murojaat bo'lsa, ro'yxatga olingan raqamni saqlang. Telefon orqali gaplashsangiz, qachon, kim bilan, nima haqida gaplashganingizni yozib qo'ying. Hujjat bo'lmasa ertaga isbot qiyin. 5-chi nozik joy, qarzdorlik va mulkni yo'qotish qo'rquvi. Ko'pchilik 7-500 ming so'm yozishdi. Endi kvartiramni olib qo'yishadimi? deb vahima qiladi. Oddiy tartibda kommunal qarz birdaniga kvartirani olib qo'yish degani emas. Buning uchun talab, ogohlantirish, sud jarayoni, ijro tartibi kabi bosqichlar bo'ladi. Lekin bepar bo'lish ham mumkin emas. Agar qarz yoki jarima bo'yicha hujjat kelsa, uni javobsiz qoldirmang. Suddan xat kelsa bormay qo'ymang. Ijro hujjati kelsa yashirinmang. Eng yomon strategiya ko'rmagandek yuraman. Chunki muddatlar o'tib ketadi. E'tiroz berish imkoniyati kamayadi. Qo'shimcha xarajatlar chiqadi. 6-chi nozik joy, kim javobgar bo'lishi. Agar siz xonadon egasi bo'lsangiz, kommunal tizimlar bo'yicha umumiy mas'uliyat ko'pincha sizga keladi. Lekin bu har doim ham hamma ayb sizniki degani emas. Oldingi egasi davridagi holat, ijarachi harakati, gaz tashkiloti xatosi, hisoblagichning zavod nuqsoni, noto'g'ri kiritilgan ko'rsatkich, noto'g'ri abonent kodi kabi holatlar bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz voqea davrlarga ajratish, kim qachon nima qilganini hujjatlar bilan ko'rsatish. Avvalo, bugunoq gaz hisoblagichingizni tekshiring. Hisoblagich raqamini yozib oling. Joriy ko'rsatkichni suratga oling. Plombalar butunligini ko'ring. Plombada yo'riq, uzilish, ipning bo'shashi, muhrning tushib qolish kabi holat bormi tekshiring. Agar shubhali narsa ko'rsangiz, darhol gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qiling. O'zim tegmadim, lekin plomba holatida shubha bor. Mutaxassis yuborishingizni so'rayman, mazmunda yozing. Bu sizni keyinchalik yashirgan degan da'vodan himoya qiladi. Ikkinchi qadam, abonent hisobingizni tekshiring. Mobil ilova, rasmiy sayt yoki hududiy gaz tashkiloti orqali qarzdorlik to'lovlar, abonent kodi, manzil va FIsh to'g'ri ekanini solishtiring. Ayniqsa, yangi uy sotib olgan bo'lsangiz, eski egadan qolgan ma'lumotlar yangilanganmi tekshiring. Ba'zida tizimda mulkdor o'zgargan, lekin abonent kartasi eski nomda qolgan bo'ladi. Bu keyinchalik xatlar noto'g'ri odamga ketishiga, siz esa xabarsiz qolishingizga sabab bo'ladi. 3-chi qadam, hujjat papkasi tayyorlang. Unda gaz shartnomasi, hisoblagich pasporti, o'rnatish dalolatnomasi, plombalash dalolatnomasi, oxirgi qiyoslov hujjati, to'lov cheklari, arizalar va javoblar bo'lsin. Agar bular yo'q bo'lsa, gaz tashkilotidan nusxa so'rang. Mening abonent hisobim bo'yicha mavjud hisoblagich raqami, o'rnatilgan sana plombalash ma'lumoti, oxirgi qiyoslov sanasi va qarzdorlik holati haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb ariza yozish mumkin.
To'rtinchi qadam, tekshiruv kelganda o'zingizni to'g'ri tuting. Xodim guvohnomasini ko'rsin. Tekshiruv jarayonida hisoblagich ko'rsatkichi, plomba, umumiy holat suratga olinsin. Dalolatnoma tuzilsa, har bir qatorini o'qing. Tushunmagan joyingizni so'rang, nusxa talab qiling. Agar e'tirozingiz bo'lsa, dalolatnomaga o'z qo'lingiz bilan yozing. Mazmuniga e'tirozim bor. Hisob kitob bilan rozi emasman. Mustaqil tekshiruv talab qilaman. Nusxa berildi yoki nusxa berilmadi. Bu yozuvlar keyin juda muhim bo'ladi. 5-qadam 7500 ming so'm yoki boshqa katta summa yozilsa, darhol 3 narsani talab qiling. Birinchisi, summaning huquqiy asosi bu jarimami, zararmi, qayta hisoblashmi? Ikkinchisi, hisob kitob jadvali, qaysi davr, qaysi tarif, qaysi me'yor, qaysi uskuna quvvati bo'yicha hisoblangan. Uchinchisi, dalillar, dalolatnoma, foto, laboratoriya xulosasi, xodimlar ma'lumoti, oldingi ko'rsatkichlar. Shularsiz to'lang degan gap yetarli emas. 6-qadam, yozma e'tiroz bering. E'tirozda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Masalan, men ushbu hisob kitobga rozi emasman. Chunki ko'rsatilgan davrda xonadonda yashamaganman yoki hisoblagichga aralashuv faktini rad etaman. Mustaqil ekspertiza o'tkazishni so'rayman. Yoki ushbu davr oldingi mulkdorga tegishli bo'lgan. Men xonadonni falon sanada sotib olganman. Ilova sifatida shartnoma, pasport nusxasi, to'lov cheklari, suratlar, dalolatnoma nusxasi, boshqa hujjatlarni qo'shing. Arizani 2 nusxada topshiring. Birida qabul qilingan sana va raqam bo'lsin. 7-qadam, kerak bo'lsa yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Avval hududiy gaz ta'minoti tashkilotiga yozing. Javob qoniqtirmasa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, prokuratura yoki sudga murojaat qilish masalasini ko'rib chiqing. Men har doim tavsiya qilaman, katta summa bo'lsa, hujjatlarni yuristga ko'rsating. Chunki ba'zan birgina noto'g'ri yozilgan jumla yoki o'tkazib yuborilgan muddat keyin ishni og'irlashtiradi. 8-qadam, to'lov masalasida ehtiyot bo'ling. Agar siz summa bilan rozi bo'lmasangiz, uni to'lashdan oldin to'lasam rozi bo'lgan hisoblanmaymanmi degan masalani aniqlang. Ba'zi hollarda odam gaz uzilmasin deb to'laydi. Keyin pulni qaytarish uchun nizolashadi. Ba'zi hollarda esa bo'lib to'lash kelishuvi qilinadi. Har qanday kelishuv yozma bo'lsin. Agar siz faqat joriy iste'mol uchun to'layotgan bo'lsangiz, to'lov izohida yoki arizada buni alohida ko'rsatish foydali bo'lishi mumkin. Agar siz hozir kvartira yoki hovli sotib olayotgan bo'lsangiz, gaz masalasini oxirgi o'ringa qoldirmang. Notariusga borishdan oldin gaz hisoblagichni ko'ring. Ko'rsatkichni suratga oling. Plomba butunligini tekshiring. Abonent qarzdorligi yo'qligi haqida ma'lumot oling. Oldingi egadan kommunal qarzlar yo'q degan og'zaki gap emas, imkon qadar hujjat talab qiling. Topshirish qabul qilish dalolatnomasiga hisoblagich raqami va ko'rsatkichini yozing. Masalan, gaz hisoblagich raqami falon. Ko'rsatkich falon ko'p, plomba tashqi ko'rinishda butun deb qayd qiling. Bu kichkina yozuv kelajakda sizni millionlab so'mlik nizodan himoya qilishi mumkin. Ijaraga beruvchilar ham shunday qilsin. Ijara boshlanganda hisoblagich ko'rsatkichini yozing, suratga oling, ijarachi bilan imzolang. Har oy tekshirib boring. Ijarachi chiqib ketayotganda yana ko'rsatkichni yozing. Agar ijarachi davrida plomba buzilgan yoki qarzdorlik chiqqan bo'lsa, buni keyin isbotlash osonroq bo'ladi. Og'zaki kelishuv oilaviy tanishlar orasida ham muammo tug'diradi. Hujjat esa hammani tartibga soladi. Agar siz gaz pulini vaqtida to'layotgan bo'lsangiz, hisoblagich hujjatlari joyida bo'lsa, plomba butun bo'lsa, ko'rsatkichlar mantiqan to'g'ri bo'lsa, tekshiruvdan qo'rqishingiz shart emas. Tekshiruvning o'zi jinoyat emas. Bu nazorat jarayoni, lekin huquqingizni bilishingiz shart. Xodim keldi deb asabiylash kerak emas, lekin o'qimasdan imzo qo'yish ham kerak emas. Eng to'g'ri yo'l xotirjam, hurmat bilan hujjat asosida gaplashish. Agar sizga katta summa chiqqan bo'lsa ham, darhol hammasi tugadi deb o'ylamang. Har bir hisob kitob tekshiriladi. Har bir dalolatnomaga e'tiroz berish mumkin. Har bir holatda sabab, muddat, dalil, javobgarlik davri, hisoblash usuli ko'rib chiqilishi kerak. Men ko'p holatlarda ko'rganman. Odamlar boshida qo'rqib ketadi. Keyin hujjatlarni yig'sa, summa kamayadi yoki noto'g'ri hisob bekor qilinadi. Lekin buning uchun vaqtida harakat qilish kerak. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, gaz hisoblagich masalasi oddiy ko'rinadi, lekin hujjat, plomba va dalolatnoma noto'g'ri bo'lsa, katta pulga tushishi mumkin. 7500 ming so'm degan summa odamni cho'chitadi, lekin vahima emas. Tartibli harakat kerak.
hisoblagichingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, to'lov cheklarini saqlang, dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang, e'tirozingiz bo'lsa yozma bildiring. Katta summa chiqsa hisob-kitob asosini talab qiling. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. O'z huquqini bilgan odam bilan hech kim oson muomala qila olmaydi. Lekin huquq faqat gap bilan emas, hujjat bilan himoya qilinadi. Bugun shu videodan keyin hisoblagichingizni bir marta suratga olib qo'ysangiz ham bu foydali ish bo'ladi. Sizda shunday holat bo'lganmi? Gaz tekshiruvi, jarima, dalolatnoma yoki qarzdorlik bilan muammoga duch kelganmisiz? Izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa oladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot birgina xonadonni emas, butun oilaning moliyaviy xavfsizligini himoya qilishi mumkin.